Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joydagi vatandoshlar, qarindoshlar, hammanglarga mavo Avstraliyaning Adelaide shahridan cho'nqir salomlar bo'lsin. Yillar beri biz nurg'ulg'an namoyishlarni qilib kelgan bu shaharda bugungi namoyish boshqacha, chunki bugun Avstraliyaning Adelaide shahrida Xitoy konsulxonasi rasmiy ochilish murosimi bo'lib turibdi. Shuning bilan biz shu Turkistonlik qarindoshlar Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatini o'rlashtirishda namoyish beryapmiz. Mana namoyishimiz naq maydon bo'ladi hozir. Mana shu Xitoy konsulxonasi bu bir oyliklar o'tirishlik o'ringa o'rlashtirilgan bir konsulxona ekan. Shu bugun ishlish murosimi mana butun bizningki qarindoshlarimiz mana shu chiqib namoyish qilyapmiz. Namoyishimiz keskin qizg'in bo'ladi. Australian politicians, Australian representatives, businesses are coming. That's shame on you. Shame, shame, China, shame. Shame, shame, China, shame. Shame, shame, China, shame. Shame, shame, China, shame. China lies, Uyghur dies. China lies, Uyghur dies. China lies, Tibet dies. China lies, Tibet dies. China lies, Hong Kong dies. China lies, Hong Kong dies. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Uzbekistan. Freedom for Tibet. Freedom for Tibet. Freedom for Vietnam. Freedom for Vietnam. Freedom for Hong Kong. Freedom for Hong Kong. Freedom for Australia. Freedom for Australia. Australia, wake up. Australia, wake up. China, stop genocide. China, stop genocide. As we speak, the media is interviewing the politicians. They are speaking softly, but in terms of the community perspective, because we are giving you an example to tell how China is dangerous, how China is a terror state, how China is good at genocide. Why in the last 71 years, my country, my people, our people, killed. Blood on your hands, murderers! Release the people from the concentration camps! How do you feel killing millions of Millions of people in Tiananmen Square. Don't forget about Tiananmen Square. We've seen that live. What is that message exactly? That's right. Virus made in China. Stop killing our people. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Go and run away with your son! Shame, shame, China, shame! Ya miel baka bulan. Bulan. You are the CCP dogs! CCP dogs! CCP dogs! Shame on you! Made in China! Nazi camps made in China! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame!
All you people are cowards! İyice münafık! Münafık, hayır! Haram numuğu! Münafık! Numus yok mu? Çıkırmalı şey alamıyor musun? Hancı! Münafık! Validen kapıyı çıkırlar! Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Hazır ben muşu bugün bana yukarıda gördüğünler Avustralya'daki Adlay şehrinde Xitay yeni konsulxanasının kuruluşu münasebeti bilen şu yerdeki qarindaşlarımız, şu yer teşkilatlarımız birleşip bir şekilde bu Xitayga karşı yani Xitayning irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi ve şu joydagi yerli xalqlar bilan birleşip bir şekilde namoyish qilganligini ko'rdik. Allah razı olsun deyman, nayet yaxshi şekilde namoyishlarni elib beribdi. Qarindoshlarimiz nayeti. Şunun bilan birga u yerda shu Xalida degan bir eti Uyg'ur, qiyni buzuq bir jasusniki shaga xizmat qilib shu elchixonaning etilishini borganligidek xabarlarni ko'rdik. Demak, bu Xinjiang birlashmasi deb 2010-yili Avstraliyaning Adlay shahrida Xitoylar tarafidan maxsus planlıq şekilde kurulgan bir teşkilat. Bu yerda Xitoylarni asos qilib turib, yalğanlardan bu Xitoylarga Sharq Turkistonda yaşayotgan Uyg'ur qatorliq Türk millatlarının kiyimlerini kiydirish bir şekilde yasash orqali anandan keyin bu yerda biz Sharq Turkistonliklarning naiti Xitoyning himoyasida yaxshi yashayotgan baxtiyor ko'rinishini hosil qilish orqali Avstraliya hukumatini va xalqini aldayotganligidek bir işinin o'tirg'i chiqqanligini ko'ryapmiz. Buningda ismi Xalida ismli bu badbaxtning Xitoyning mushu birlashmasida naiti muhim xizmatlarni elayotganligi, hatto muavini bo'lganlikdek bir xabarlarni anglayapmiz, uchurlarni. Buning asli Urumchidan Beyjingga o'qishga bir yerga berib, shu yerda bir Xitoy bilan to'y qilganligi, o Xitoy bilan to'y qilib Taylandga chiqqandan keyin Taylanddimi boshqa bir Xitoy bilan Tayland nopusluq, ammo qiyni Xitoy birisi bilan to'y qilganligi, uning bilan hozirmi shuning bilan uy tutayotganligi dek xabarlarni anglayapmiz. Demak, bu shu Xitoyning qiynalishib ketgan, nijishib ketgan bir paskinning ekanligi, buning izchil turda Uyg'urning ismi shaklida o'tirg'i chiqib, Xitoylar uchun jon dil bilan xizmat qilayotganligi o'tirda. Endi buningki meningki kuzatishimcha bu Uyg'ur emas, qiyni buzuq
Belki ya Rus'un ya başka bir isminin çalınması buluşu mümkün ama ismi Uygur boğallık için bunu bir şekilde Uygur hem siyakıda Uygur'un nimesi kırılıp durup millet təvəligiye Xitaylar üçün can pidarlıq qılıbatqanlığı məlum. Çünki biz Aqtoğan muşu nüfusluq, Abduraqib olsun, Cümeyt Tahir olsun, muşunun oxşıgan, Sabir Buğda oxşaşlar olsun, hemmisinin əsli milletin Uygur eməsligi oturuğa çıxıbatıcı. Sabir Buğda'nın Tacik ekanligi ata-anasının onun oturda. Demek bu mesela Şöhret Zakir'nin şu demek ulunun qeni Uygur'un qeni yo'qchu. Ya başka burilishib ketgan, ya başka milletning qeni ekanligi. Ularning shunga Xitoyga jon dili bilan xizmat qilganligidek mundaq munofiqlik, o'sha qenidan bo'lganligi o'tirda qarindoshlarim. Shunlashqa men bu Xalida deganninki qisqacha fikirlarini to'plaganligim uchun har birlari bilan o'rtoqlashgim keldi. Demak bularninki Xitoy uchun bizning siyaqimizda Xitoy uchun jon pidolik bilan qilayotgan qadamani ko'rdingmi deb hozirga o'xshash bu Xitoyning Abdubashir ichilayotgan dunyo erki qirg'inchilik deb Xitoyga tamg'ini besayotgan bu mezgilda Xitoyning buningga o'xshagan Uyg'ur chiroyli Uyg'ur ismlik insonlarni o'tirga chiqib xalqaroni aldamoqchi bo'lganligidek nimasi o'tirda demak muajiratdagi mayli Avstraliyadagi bo'lsin mayli butun dunyodagi qarindoshlarimizning o'tirga chiqib Xitoyning zulmini shu yerda bo'layotgan qarindoshlarimiz qilayotgan zulmini bas bilan pash qilishi oshkor o'tirga chiqib guvohlik berishi orqasida Xitoyning dunyo oldida berbat bo'layotganligidek bir ahvolni ko'ryapmiz. Shunga o'xshagan shaklda buningga o'xshagan munofiqlikqa hech qachon fursat bermaymiz qarindoshlar. Nada bo'lsak shu urib desab, qo'g'labmish qarindoshlarimiz shunda adabini beribdi. Alloh rozi bo'lsin deyman. Nada bo'lsa munofiqninki har xil shaklda adabini berish hammamizning majburiyati, mas'uliyati deb qarayman qarindoshlar.